Men bugun uydagilarga bir voqea aytib berdim. Kimdi uyda qizi bo'lsa, uyda o'tirib aytib bersin, shu qizi ham eshitsin. Yodlab qolinglar. Qirg'izistonda Chubak hoji degan bir kishi borlar. U kishi Qirg'izistonda muftiy bo'lgan. Juda ilmli odam. Bir kuni xonamga bir ayol kirib keldi deydi. Bolachasi bilan. Hazrat, sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Men namoz o'qiyman. Ammo erim meni namoz o'qishligimni yoqtirmaydi. Men unga bildirmaslik uchun dushxonaga kiramanda bir burchakda qimtinib namozimni o'qib olaman. Keyin tashqariga chiqaman, sochimni ho'llab chiqaman. Namoz o'qiganimni bilib qolmasin deb. Men erimni aldab kelaman. Shu namozimni Alloh qabul qiladimi deb so'radi deydi. Men u yerda o'tira olmadim deydi. O'zimning xonamga kirib ketdim. Yig'lardim. Ey Robbim, bizi Qirg'izda shunaqa qizlari bormi? Erini, nopok erini, dinni, namozxon odamni yomon ko'radigan erini xafa qilib qo'ymaslik uchun shu namozimni Xudo qabul qiladimi deb g'am qiladigan qizi bormi Qirg'izda? İnşallah biz yo'qolib ketmas ekanmiz hali beri. İnşallah musulmonlar tug'ilar ekan bizdan. Mana shu qizlardan haqiqiy mard yigitlar tug'iladi. Mana shu qizlar mard qirg'izlarni katta qiladi deb duo qilardim, yig'lardim deydi. Qizlaringizni aytinglar. Shunaqa bo'lsin. Shunchalik izzatini qilsin erlarini. Shunchalik hurmatini qilsin. Namoz o'qimaysan deganni ko'ngliga qarasin. Men buni aldayapman, menga unga bildirmay namoz o'qiyapman, namozim qabulmikin deyapti. Ko'ryapsizmi?